hayit kunlaridagi sunnat amal, cho'milish sunnat, atir sepish sunnat va yangi deyilmagan kiyimini eng yaxshisini kiyishlik sunnat amal. Pul bo'lsa mayli, o'sha ust-boshimizni qiynalganga berib turib, yangi kiysak yana nur ustiga nur. Biz yoshligimizda men esimga tushib ketdi, hayit kuni yangi narsa olib berishmasa yig'lar deydi. Men bo'lsa yig'lardimmi? Paypaqmi, maykam yo ko'ynam yo nimadir yangi olib berishmasa ezilardim o'sha kuni. Eslayman-da, yosh bola edigunda. Deganim u eziladigan masala emas bu. Yangi shim kiymadim, yangi ko'ylak kiymadim. Faqat sunnat amal kiyimlaringizni ichidan zo'rini kiyish sunnat amal bo'ladi. Cho'milish sunnat bo'ladi. Atir sepish sunnat bo'ladi. Shu narsaga e'tibor qilib qo'yilsa, inshaalloh go'zal, yaxshi, chiroyli bo'ladi.